Assalomu alaykum barchangizga. Sizlar O'zbekistonga Bekulog tomosha qilmoqdasizlar. Bugungi video roligim Kuvayt davlatida joylashgan, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, dehqon bozorida bo'lib o'tadi. Agarda video roligim yoqsa, kanalimga obuna bo'lib, like bosishdan unutmaysizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasa video roligini boshladik. Assalomu alaykum azizlar, mana dehqon bozoriga kirib keldik. Arab davlatida joylashgan. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda nimalar bor mana? Xurmolar bor ekan. Assalomu alaykum. Assalom. Kam haza? Salata. Mana azizlar ko'ryapsizlar, xurmolarni yo'llari shu yerda. Arab davlatlarida bilasizlar, yetishtirib chiqariladi. Mana xomrog'i ham bor ekan. Mana har xillaridan asallar ham bor mana. Mana bu bochkaning ichida asallar turadi. Qani bo'lmasa, boshqa do'konga o'tamiz. Bu yerda ham dehqon bozorlar bormi degan obunachilarimiz ham bor. Ashular uchun mana xurmolar ko'rib turibsizlar. Mana ovqatni degan shoxobchalar, kichkina do'konlar. Mana shashliklar. Shashliklar tayyorlashyapti. Mana bu yerda sabzavotlarimiz, pomidori, bolgarskiy, badrin. Assalomu alaykum. Ko'ribsizlar, oshqovoqlar, nima so'rasanglar bor mana. Zanjabil mana. Piyozlar. Mana anjurlar, uzum, shoptollar. Mana hattoki tarvuzlar ham bor azizlar. Pasta qovunlar ham bor. Sizlar ko'rib boryapsizlar video rolikda. Assalomu alaykum. Sizlar ko'rib turibsizlar. كم هذا 400 bizi pulga hozir narxini so'radik. 90 ming so'm ekan bitta tarvuz. Shukron. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana gilozlar ham bor, hatto mana qish faslida gilozlar, qulpunoylar. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum. كيف حالك؟ تمام؟ زين؟ الحمد لله. هذا 100. كم هذا 1 كيلو؟ كيلو 4 دينار. 4 دينار. 4 دينار. Ana bizi pulga bular 150 ming so'm ekan. Ya, zayn. Kuri. No Korea, hada Uzbekistan. Shukron. Mana ko'ribsizlar, dumbillar, kichkina pomidorlar. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Apelsinlar, bananlar, dehqon bozori. Mana ko'ryapsizlar, mana Hoji bobomiz sotyapti ekan.
Bu yerda ham dehqon bozori bormi degan obunachilarimiz bor edi. Mana ko'rib turibsizlar, dehqon bozori bor bu davlatlarda ham, arab davlatlarida ham. Mana ko'rib turibsizlar, giloslar ham bor ekan. Qish faslida anorlar, mana nozi ne'matlar. Hamma yo'qni terib qo'yibdi mana. Hamma meva-cheva bor ekan. Mana endi ko'kat bozorimizga yetib keldik. Ko'katlar, kashnutlar, ukroplar, rayhon hammasidan bor ekan. Mana mandarinni ko'rganmisizlar, shunaqasini, qizilini. Qizillaridan ham bor. Olmalar. Mana tarvuz. السلام عليكم، كيف الحال؟ تمام. كم هذا فراولة؟ فراولة دينار ربع. دينار ربع. كم اشترين؟ هذا 100. Hozir baliqlar ham bor ekan, baliq do'konlariga ham o'tamiz. Bozor gavjum, savdolar bo'lyapti. Bo'lmasa ketdik, baliq bozoriga kiramiz. Mana baliq do'koniga keldik. Mana ko'rib turasizlar, baliqni kallasi kattagina baliq. Mana baliqlar azizlar. كم هذا؟ دينار ونص. Sizlar ko'rib turibsizlar, baliqlarni, sazan baliqlar katta. Videoda kichkinaga o'xshab ko'rilayotgandir. Mana bularni ham ko'rganman. Mana qisqich baqalar. Assalomu alaykum. Tamam. Ko'rib turibsizlar. Buni nomini bilmayman men. Shuni bir hada. هذا سمك. سمك؟ كيلو 1 كيلو 1 كيلو. 1 kilo واحد دينار. 1 kilosi 30 ming so'm ekan buni. Kam hada? 1 kilo 1 nus. Ha, buni kilosi 50 ming so'm ekan. Qisqich baqani. Mana ko'rib turibsizlar. Endi bu yerda mana shuni. Assalomu alaykum, tamam. Alhamdulillah. Kam hada 1 kilo? 2 dinar. Buni 1 kilosi 60 ming so'm ekan. Mana sazan baliqlar. What is name هذا? فلبين. No Philippine. Uzbekistan. كويت فيش كويت نيم حمام. حمام؟ حمام. كويت نيم حمام. Okey, şükür. Mana ko'rib turibsizlar, baliqlar. Mana sazan baliq. Sazanni qizillaridan. Kam هذا 1 kilo هذا؟ 1 كيلو دينار نص. Dinar nus. 1 kilosi azizlar 50 ming so'm ekan shu baliqda. Menimcha 10 kilo yo 7 kilo yo 8 kilo chiqadi bir donasi. Shukron, jazakalloh. Mana bu yerdan ko'rib turibsizlar, mana bunaqa baliqlar ko'rganmisizlar? Tezorlarda bo'lasiz.
السلام عليكم. كم هذا؟ كم هذا؟ 1 كيلو. Şükran. Bunu 1 kilosi 300 ming so'm ekan. Ko'rib turgan balag'iylar. Mana bu yerlarda ham baliqlar, sechqalar, mana yeydiganlar bor bu yerda Arab davlatida. Mana sazanlar ham. Assalomu alaykum. Mana sazan baliqlar 5 kilolik, 10 kiloliklari bor ekan. Mana bu yerlarda ham shirin deb qo'yadi. O'zbekchasini bilmadim. Nima ekan buni? Nima deb nomlanar ekan? Biz O'zbekistonda kam bu narsalar. Mana muzlatilganlari, baliq muzlatilganlari, mana tuzlari bilan. Mana ko'rib turgan baliqni qaranglar, mana ko'rib turibsizlar. Ha? Mana laka baliqlar hammasidan bor, har xilidan. Assalomu alaykum. Shuni bu hada? Ha? Kesak. Buni bilmadim. Ha, bu 8 oyoq ekan bu-chi. 8 oyoqlar ham bor ekan mana. Yeydiganlar bor ekan buni yani. Assalomu alaykum. Mana bu yerda ham baliqlar. هذا واحد حبة كم كيلو هذا؟ 4 كيلو. 4 كيلو؟ 4 كيلو كم 5 كيلو 4 كيلو shunaqa ekan bu yerdagi baliqlar. Biz hozir bu yerdan xurmo sotib olmoqchimiz, ha? Xurmo sotib olamizmi? 1 kilosi 2 dinar ekan. 1 kilo xurmo 60 mingligi bor ekan, 100 mingligi bor ekan, 150 mingligi bor ekan azizlar. Agarda azizlar video roligim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildiringlar. Hadi bo'lmasa sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz. Qornimizdan biza ochdi. Ayni do'stlar, keyingi video roligimda ko'rishguncha xayr.